Assalomu alaykum Centrum Holdings obunachilari 2026-yil Ramazon oyida otam hoji qilaman, onam hoji qilaman deganlarga mana shu videomizni maksimal darajada tarqatib qo'yamiz. 2026-yil Ramazon oyida umraga borish narxlari necha pul bo'lyapti? Sharoitlari qanday deganlar uchun hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holdings rasmiy ofisiga yetib kelganmiz. Bittadan like bosib turasizlar, Nizomiddin hoji akamizdan chiroyli ma'lumotlarni olaveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Hoji aka, yaxshimisiz? Charchamang. Rahmat. Rahmat, xudoga shukr. Hoji aka, Ramazon oyiga reyslarimizni ochiq deb e'lon qildik. Albatta. Qaysi kunga reyslarimiz bor endi va qayerlardan? Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Centrum Holdings ashaddiy obunachilari. Bizda hozirgi kunda Ramazon oylariga, ya'ni fevral va mart oylariga qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Xudo xolasa biz mana komfort paketlarimizni ham tashkil qilib, inshaalloh ziyoratchilarimiz bilan borib keldik. Hamma gastinisalarimiz, sharoitlarimiz zo'r, o'zimiz guvoh bo'ldik. Yana shu maqsadda komfort paketni ham e'lon qilamiz. Bugungi videoda ya'ni standart paketlarimizni ham e'lon qilamiz. Kimda kim qaysi biriga xohlasa, ota-onasini jo'natishlikni yoki yaqinlarini xursand qilishni xohlasa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yana ham o'zimdan batafsil ma'lumotlarni olishlari mumkin bo'ladi. Zo'r. Hozirgi kunda misol uchun fevral va mart oylarida qaysi kunga reyslarimiz bor endi hoji aka? Hozirgi kunda fevral oyiga, ya'ni 3-fevraldan boshlab oyda oxirigacha Farg'ona, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan kunda kunora reyslarimiz bor. Xo'p, Vodiydan, Farg'onadan haftasiga 2 marta Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda reyslarimiz bor. Xo'p, Namangandan esa haftasiga 1 marta Namangan, Jidda reyslarimiz bor. Toshkentdan esa kunda kunora Madina yoki Jidda reyslarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib quyidagi raqamlarga batafsil ma'lumotlarni yana ham olishlari mumkin bo'ladi. Zo'r. Yaqinda o'zingiz borib keldingiz. Misol uchun Makka va Madinada mehmona masofalari qanday bo'lyapti? Sharoitlari, oziq-ovqatlari qanday bo'lyapti ekan? Xo'p, alhamdulillah xudoga shukr biz 50 ta guruhimiz bilan borib keldik. Ya'ni biz komfort paketda borib keldik. Xo'p, komfort paketda shunisi qulay ekanki, Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham o'ta yaqin gastinisalar. Oziq-ovqatlari o'zbek milliy taomlarda. Lekin mazali, shirin o'zbek povurlarimiz tomonidan taqdim qilindi. Ya'ni Madinada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ldi bu komfort paketimizda. Xo'p, bizni hozir fevral oyida ham 10-fevraliga mana shunday biz o'zimiz borib kelgan, o'zimiz maza qilib borib kelgan komfort paketlarimizni yana yo'lga qo'yganmiz. Joylarimiz bor, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilsa bo'laveradi. Primoy Farg'ona, Jidda orqali uchadi. Qolgan kunlariga ham ertagalikka 3-fevralga xudo xolasa Farg'onada Primo Jidda orqali standart paketlarimiz bor. Bunga joylarimiz juda ham oz qolgan. Ertaga kechqurun uchadi. Kimda kim obunachilarimizdan tayyor biz ketaveramiz, xudo xolasa narxida ozgina chegirma qilib bering deysa, biz narxini $900 siz aziz obunachilarimizga qilib beramiz. 17:00 da ertaga registratsiya boshlanadi. 20:00 da xudo xolasa samolyotimiz parvozni amalga oshiradi. Quyidagi raqamlarga ham bemalol qo'ng'iroq qilsangiz, yana ham xudo xolasa ulgurib qolasizlar degan umiddamiz. Zo'r akalar, mana ajoyib imkoniyat. Misol uchun arzon narxlar. Vizasi bo'ladigan bo'lsa $100 minus bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, agar vizasi bo'lsa $800 dan. Misol uchun oilaviy boramiz, 5-6 kishi boramiz deydiganlar uchunchi ertaga. Albatta, oilaviy boruvchilar bo'lsa ham yoki sinfdoshlar guruhi hozir mana rivojlanib ketdi. Narxidan chegirma qilib beramiz. Narxidan chegirma qilib bemalol telefon qilishaversin albatta. Zo'r. Xo'sh, undan tashqari aka, Makka va Madinada ibodatdan tashqari ziyoratlar, sayohatlarga ham chiqiladimi Ramazon oyida? Albatta. Yo'q, Ramazon oyida ba'zi bir ziyoratgohlarni hozir hisobga olamiz, aytib o'tib ketamiz. Ramazon oyidan oldin bo'ladigan bo'lib qolsa, Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Bulardan Madinada Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, yana Madinada bir qancha qo'shimcha ziyoratgohlar, Xurmo bog'larida kechki oshlar va pikniklarimiz bo'ladi. Xo'p, Makka Mukarramada Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz xohlovchilar uchun Toyif shahriga, ya'ni bir marta to'lovni ichida 2 marta umra qilishning imkoniyati beriladi. Xudo xolasa bemalol bizga qo'ng'iroq qilsa, yana ham batafsil ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Zo'r. To'lovlar qanday bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz to'g'ri savol berdingiz. Biz 12 ta viloyatga onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, bizni viloyatlardan kuzatib borayotgan yoki qo'shni davlatlardan, musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimizga biz Centrum Holdingsda bank shot raqamlarini beramiz. Bizga Zagram pasportlarni taqdim qilsa, o'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib to'lovlarni amalga oshirsa ham bo'laveradi. Agar vodiyliklarimiz bo'lsa, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar
Mustaqillik ko'chasi, ya'ni mana bu stansiya vokzaliga kelsa, Centrum Holidays rasmiy ofislarimiz bor, rasmiy kassalarimiz ham bor. Bemalol zagran pasportlari bilan kelib, bitta ham to'lovlarni amalga oshirib, o'sha to'lovlariga cheklargacha olib ketsa bo'laveradi. Zo'r. Misol uchun yosh kattalarimiz borishi mumkin. Otaxon, onaxonlarimizga shifokor xizmati, aravacha xizmatlari ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, ayollarga ayol shifokorlarimiz bor, erkaklarimizga erkak shifokorlarimiz bor. Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham aravacha xizmatlarimiz ham bor. Hattoki o'sha umra qildirish hojati bo'ladigan bo'lib qolsa, bemalol o'shanaqa yigitlarimiz ham bor. Bemalol umralarni ham qildirib, bemalol Xudo xolasa duo qilib qo'ysa bo'ldi. Zo'r. Narx-navolar qanday bo'lyapti endi? Misol uchun Ramazonda birinchi 10 kunligida boraman yoki ikkinchi 10 kunligida boraman yoki bo'lmasa undan oldin borib kelaman deb niyat qilganlar bo'lishi mumkin-da. Narxlar qanday bo'lyapti? Xo'p, bizda ertagali 3-fevralda narxni aytib o'tib ketamiz. Bu skidkaga tushgan, chegirma e'lon qilganmiz. $900 qilib beramiz. Quyidagi raqamlarga tezroq qo'ng'iroq qilib, joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Xo'p, birinchi Ramazonda 10 kunligiga, ikkinchi Ramazonda 10 kunliklariga $1100 dan, ya'ni agar oilaviy boruvchilar bo'lsa, yana ham chegirma qilib beramiz. Bemalol yana Xudo xolasa telefon orqali gaplashsak bo'laveradi. Zo'r. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Yana kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga yozilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqib yoki bo'lmasa, mana shu videoni kommentariyaga ham yozib qo'ysalaring, keyingi videoda to'ldirishga harakat qilamiz. Hoji aka, sizga ham ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Rahmat, sog' bo'linglar.